Bugungi kunda insoniyatning eng yumshoq va eng talabchan bo'lgan avtomobillardan bittasi O'zbekistonga yetib borguncha bor yo'g'i 167 ming CIP O'zbekiston bo'ladi. Ixcham bo'lgan, lekin chaqqongina 3 litrli turbinli dvigatel bo'ladi. P400 bo'lganligi uchun 400 ot kuchi 550 Newton metr va 2,5 tonna taxminiy og'irligi bilan bor yo'g'i 6 sekundda 0 dan 100 gacha qo'zg'alib qo'yishi mumkin. Avtomobil juda ham yumshoq oqib beradigan adaptivniy pnevma podveska bo'ladi. Buyurtmaga qarab, xohlasanglar R22, xohlasanglar R23 ni ham yetkazib berishimiz mumkin. Qo'shimchasiga tormozli sistema har doimgidek premiumli Brembo'dan bo'ladi. Albatta, Range Rover bo'lganligi uchun alohida Premium Meridian akustikasi, premium charm tabiiy bo'ladi burgundiy salonda va monitorlar, elektronik parog va qo'shimcha dop opsiyalariga ega bo'ladi. Sotuvda istalgan komplektatsiya bilan sizlar uchun yetkazib berishimiz mumkin. U xoh eng topoviy komplektatsiya, u xoh eng hamyonbop bo'lsin, umuman farqi yo'q. Istalgan regioni bilan yetkazib berishimiz mumkin. Agar sizga ham Telegram kanalimizda inomarkalarning kunlik narxi, batafsil ma'lumoti va bojxona to'lovlari bilan sizga qiziq bo'lsa, albatta obuna bo'lib kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Havola profilining yuqori qismida. Va albatta, kimga qiziq bo'lsa yetkazib berishimiz mumkin. Yetkazib berish muddatlari 45 kun, 35 kun atroflarida bo'ladi va qo'shimchasiga 2 zonali klimat kontrol, panorama tom va juda ham ko'plab opsiyalarga boy bo'ladi.